Agar sizda oldingizda kompyuter yo'q holatda ma'lum bir hujjatlarni yaratish yoki o'zingizdagi hujjatni o'zgartirish, uni tahrirlash zaruriyati tug'ilib qolsa va oldingizda faqatgina oddiygina smartfon bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun bo'ladi. Demak, videomizni tomosha qilib, siz qanday qilib oddiy smartfon yordamida ma'lum bir hujjatlarni o'zgartirish yoki yaratish jarayonlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Videomizni boshlashdan oldin eslab o'tamiz, bizning Telegram kanalimiz ham mavjud. Bu Telegram kanalimizda so'nggi texnologiya yangiliklari va umuman kanalimiz bilan bog'liq bo'lgan yangiliklar va xabarlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yib, bizni qo'llab-quvvatlang. Mana ushbu qidiruv yo'lakchasida muallim video deb qidirib, bemalol kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Yaqin orada yutuqli o'yin o'tkazish ham rejalashtirganmiz. Albatta, ushbu kanalimizda kerakli savollarni yoki kommentariyalarni yozib qoldirishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, videomizni boshlaymiz. Demak, hujjatlar bilan ishlash uchun telefonimizga maxsus dastur, ya'ni ko'pchilikka ma'lum bo'lgan Canva dasturini, bepul dasturini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu dasturni bemalol siz Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Mana bizda ushbu dastur o'rnatilgan. Agar sizda o'rnatilmagan bo'lsa, Google Play, ya'ni Play Market yoki App Store dasturidan yuklab olishingiz mumkin. Mana bizda Play Marketga kirib oldik. Bu yerdan qidirish yo'lakchasidan Canva deb qidiramiz va bizga ushbu Canva dasturi chiqib keladi. Agar sizda o'rnatilgan bo'lsa, mana bunday ko'rinishda obnovit, ya'ni update yozuvi chiqishi mumkin. Mana shu joydan update, ya'ni obnovit qilib olsak, ushbu dasturning eng oxirgi varianti, oxirgi versiyasidan va eng yangi, eng oxirgi imkoniyatlardan foydalansak bo'ladi. Mana ushbu update, ya'ni obnovit ustiga bosdik. Demak, tez orada bu dastur bizda ochiladi. Mana dastur o'rnatildi va u yerdan biz открытni bosamiz va Canva dasturi ochilishini kutamiz. Bu dastur ochilgandan keyin bizda mana bunday interfeys bilan kutib oladi va ko'rib turganingizdek yangilangan versiyasida juda ham qulay holatda interfeys qilingan. Mana bu yerda elektron pochta va reklama xizmatlari yangiliklari ishga tushirilgan. Video, mana prezentatsiya va sayt xohlagan o'zingiz kerakli narsani bu yerdan bajarsangiz bo'ladi. Hozirgi holatimizda bizda dokument bilan ishlash kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu dokument so'zi ustiga bosamiz va bu yerda bizda yangi dokument, ya'ni Word dokument ochiladi telefonimizda. Aynan mana shu yerga o'zimizga kerakli matnlarni yozib olsak bo'ladi. Masalan, mana shu o'zimiz haqidagi ma'lumotni yozib qo'yamiz. Demak, ma'lumotlarni yozib bo'lganimizdan keyin ushbu yozilgan matnimizni xohlagan ko'rinishda belgilab olib, mana bunday ko'rinishda belgilab olib, uni rangini o'zgartirishimiz yoki boshqa kerakli o'zgartirishlarni kiritishimiz mumkin. Mana bu pastda ko'rib turganingiz aynan ushbu matnimizga berishimiz mumkin bo'lgan o'zgartirishlar hisoblanadi. Masalan, buni yozuvini qalinlashtirishimiz, ya'ni jирный qilishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, qop-qora holatga o'tadi yoki bo'lmasa mana shriftini o'zgartirishimiz kerak. Bilasiz, ma'lum hujjatlar aynan talab bo'yicha shriftda bajarilishi kerak. Ayniqsa o'sha Times New Roman shrifti juda ham ko'p talab qilinadi. Shu holatda mana bu yerdan biz bemalol izlab topishimiz ham mumkin shriftni. Mana Times deb yozsak, bizga mana Times New Roman shrifti kelib chiqadi. Aynan shuni ustiga bosib, biz yozuvimizni shu o'zimiz xohlagan shriftga o'zgartirib yoki mana kattaliklarini 12 holatdan o'sha standart 14 holatga o'tkazsak ham bo'ladi. Ko'rib turibsiz, belgilab olamiz va bu yerda mana tanlab razmer shriftida 14 ni kiritamiz. Ko'rganingizdek, demak, deyarli Word dasturida ishlash mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlar bu yerda yaratilgan. Aynan keng imkoniyatlar hammasi bo'lmasa ham ko'p ishlatiladigan funksiyalardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, mana tekstlash, o'rtaga, chetga, o'ngga va chapga tekstlash kabi funksiyalardan ham foydalanishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, o'zingiz xohlagancha ushbu kerakli funksiyalardan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari, mana bu yuqori qismdagi 3 ta nuqtani bosgan holda ham qo'shimcha imkoniyatlardan foydalansak bo'ladi. Endi shu faylimizni eksport qilish uchun yuqori o'ng burchakdagi mana bu belgi ustiga bosamiz va bu yerdan Еще tugmasi ustiga bosamiz. Bu yerdan esa skachat tugmasi turibdi va mana shu yerda e'tibor beramiz. Standartniy PDF fayl ko'rinishda turibdi. Tip fayli qismi, ana bu yerdan biz
o'zimizga kerakli Word, ya'ni docx formatini tanlab olamiz. Va bu yerda bizga ba'zi bir ma'lumotlar berilyapti. Format straniца dokumentov, ya'ni ushbu hujjatimiz formatini A4 qilib qo'yamiz va sketchat ustiga bosamiz. Ushbu biz yaratgan fayl sketchat qilishni boshlanadi va mana bizga ushbu fayl endi telefonimizga saqlanib bo'lib qoldi. Mana ko'rib turganingizdek Word faylligini ko'rsatib turibdi va ismi ham aynan biz yozgan o'sha men Abdullayev so'z bilan boshlanadi. Va buni aynan shu holatda o'zimiz xohlagan joyga jo'natib yuborsak ham bo'ladi. Misol uchun Telegram orqali yoki boshqa qaysi tarmoq orqali jo'natmoqchi bo'lsak, o'sha orqali jo'natsak bo'ladi. Demak, endi esa biz qanday qilib aynan mavjud, masalan, kimdir Telegramdan jo'natgan biror faylni qanday qilib o'zgartirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda docx fayl, ya'ni Word fayl, buni ustiga bir marta bosib ochib olamiz va bizga to'g'ridan to'g'ri Canva'da ochib beradi buni. Aynan siz ham Canva'ni tanlab ushbu faylni ochishingiz kerak. Shu holatda bizda mana aynan biz ishlatgan fayllar ro'yxati chiqadi va uning ustiga bosib kirib olamiz. Mana fayl ochildi. Bu yerda ko'rib turganingizdek jadval qilingan. Ana shu jadvalni o'zgartirish zaruriyati bor bizda hozir. Mana shu jadvalning ichiga ma'lumot kiritishimiz kerak. Bu ham juda oson. Ya'ni ichiga biror qismiga bosib turib kerakli ma'lumotlarni yozib olamiz. Hozir mana namuna uchun biror narsa yozib ko'ramiz. Uning uchun mana bu yoziladigan qismni tanlaymiz va matnimizni kiritamiz. Bu Canva'da ishlashning yana bir qulay tomoni, siz qilgan ishlaringizni saqlab qo'yishingiz shart emas. Ushbu dastur avtomatik o'zi saqlab yuboradi va har bir o'zgarishlarni avtomatik o'zi esda saqlab qoladi va sketchat qilganingizda o'sha oxirgi o'zgartirilgan fayl bizga kelib tushadi. Ya'ni saqlanib qilish esimdan chiqibdi degan narsa bo'lishi mumkin emas. Doimo eng oxirgi o'zgarishlar o'zi avtomatik saqlanib bo'lib qoladi. Demak, mana ko'rdingiz, o'zimiz xohlagan matnlar ichkariga kiritildi. Endi shu holatda biz yana o'zimiz xohlagan boshqa o'zgarishlarni kiritishimiz mumkin. Undan tashqari ushbu faylni yuklab olish, ushbu faylni jo'natish ishlari xuddi biz boya ko'rsatgandek tarzda amalga oshiriladi. Va ko'rganingizdek, bu juda oson. O'ylaymanki, ushbu tushuntirgan narsalarimiz sizga tushunarli bo'ldi va bu bilan ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va shu Word bilan ishlash yoki Canva bilan ishlash sizga qiziq bo'lsa, Canva yoki Word so'zini yozib qoldiring. Shu orqali biz keyingi videolarda sizning xohishingizga qarab chiqarishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.